Toyota'ning aynan shu modelida bojxona to'lov, ya'ni rastamoshka yo'q. Faqatgina sizda sayyohlik agentligi yoki bojxona to'lovlaridan ozod etilgan tashkilot bo'lsangizgina. Bunga elchixonalar, turagents va maxsus shunaqa bojxona to'lovlaridan ozod etilgan tashkilotlar kiradi. Toyota Hiace 12 o'rindiqli, haydovchi bilan 13 ta, 3,5 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan. Orqa eshik elektr quvvatida ochilib yopiladi. Ichki qism juda ham keng. Buni qarang, hattoki mana shu o'rindiqlar bel qismlarini ham boshqarish mumkin. Har bir o'rindiq ustida, tepasida deflektorlar bor. Orqa yo'lovchilar uchun alohida konditsioner, old yo'lovchilar uchun esa yana alohida konditsioner. Avtomobil avtomat korobkada orqa kamerasi bor va eng asosiysi 3 yil yoki 100 ming kilometr masofaga kafolat ham bor. Agar shunaqa katta mikroavtobus izlayotgan bo'lsangiz, unda ishonchli Toyota Hiace mikroavtobusini sizga taklif qilamiz.